ustoz, xush kelibsiz. Va alaykum assalom. Charchamay ishlab turibsizlarmi? Rahmat. Xo'sh. Nimaga keldingizlar? Biz nevaram bilan shu yerga kelaverdik. Xo'sh, ustoz. Tabiiy fanlarni tanlaymizmi yoki aniq fanlarni tanlaymizmi? Yoki ustoz sizning izingizdan bo'lsinmi? Yo'q, mening izimdan emas. Avval matematika bo'lsa-chi? bo'lsa-chi? Yo'q, avval matematika, so'ng tarix. Avval tarix, keyin matematika. Ustoz, unda sizlar maslahatlashib olinglar, men yana qaytaman. Unda ovozga qo'yamiz. Qani Kinetik energiyasini hisoblash uchun Assalomu alaykum. Kechirasiz ustoz. Biz nevaram bilan bir narsani bilmoqchi edik. Fizikani yaxshi o'rganish uchun avval qaysi fanni o'rganishni maslahat berasiz? matematikani. Chunki fizika raqamlar, formulalar va ular hisob kitoblardan iborat. Shuning uchun fizikani matematikasiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Kimyo fani murakkab formula va hisob kitoblardan iborat. Hisob kitoblar esa albatta matematika. Biologiya tabiat haqidagi fandir. Tabiatni raqamlarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Raqamlar esa bu matematika. Informatikaning asosida sanoq sistemalar yotadi. Sanoq sistemalar esa shubhasiz matematika. Bir qaraganda geografiyani matematikaga aloqasi yo'qdek ko'rinsa-da, lekin uning zaminida matematika yotadi. Balandlik, kenglik, uzunlik va hokazo. Demak, bu matematika. Xo'sh, endi qaysi fan qoldi? Tarix. Men tarix o'qituvchisi sifatida shularni senga aytmoqchimanki, tarix yillar, sanalar, hisoblardan iborat. Demak, ularning zamirida nima yotar ekan? Albatta bu matematika. Xo'sh, endi tarixchi? Avval matematika, keyin hammasi. Ana, endi kelishib oldik. Xo'sh, ustoz, kelishib oldinglarmi? Albatta, biz matematika o'rganmoqchimiz. Tabiat matematika tilida gapiradi. Bu tilning harflari doiralar, uchburchaklar Va boshqa figuralardir.